Assalomu alaykum. Xullas, 10X Tracker avtomobillarida oynaga artadiganda birinchi оборотini regirovkasini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Buni biladiganlarga eslatma bo'ladi, bilmaydiganlarga yangilik bo'ladi. Xo'p, mana oynaga artishda ko'rsatamiz. Birinchi оборотga qo'ysak, artish oraliq masofadagi vaqtga e'tibor beringlar. 2 sekund, 3 sekundda artyapti. Endi buni o'chiramiz. Xo'p, bizga 5 sekund artish kerak bo'lsa, nima qilamiz? Bitta yoqamiz. O'chiramiz. 5 sekund kutamiz. Keyin bitta yoqamiz. O'chiramiz. 5 sekund kutamiz. Endi yoqamiz. Vaqtga e'tibor berib turinglar. Oraliq masofa uzaygan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib, 10X Tracker haydaydigan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.